bo'ladi. Yonlarida yana bir sheriklari ham bor. Yaqindan tanishib olaman. Albatta. Men ketdim. Sizga oq yo'l, marhamat. Rahmat. Yaxshi yetib oling va tabibimiz o'zlarini yolg'iz his etmasliklari uchun, qolaversa, ilmiy faktlar bilan boyitib borish uchun Meni ham savolim bering. birga borasiz balki. To'g'ri qilyapmanmi, hech bir noto'g'ri qilyapmanmi? To'g'ri qilyapsiz. Qani ketdik. Marhamat. Azizlar, mana bizning salomatligimiz haqida qayg'urgan insonlar. Sarnoz xonim, xush kelibsiz. Va bu go'zal xonimni o'zingiz tanishtirsangiz. Bizani urolog mutaxassisimiz, bular meditsina bo'yicha tushuntirib beradilar. Diloromxon bo'ladi. Diloromxon va Sarnozxon, xush kelibsizlar. Buyraklar salomatligi o'zi nimadan boshlanadi? Buyraklarga alohida e'tibor qanday bo'ladi? Buyraklar o'zi ko'pincha aynan og'riganini yoki biroz kasallanganini nimalarda namoyon etadi? Biz qaysi signallardan buni darrov payqashimiz kerak? Buyraklarimiz bu bizani asosiy organlarimiz hisoblanadi. Ba'zida ko'proq suv ichib qo'yishimizdan ham buyraklarimizga shikast yetib qo'yadi. Suvni biz har doim kilogrammimizdan kelib chiqqan holda iste'mol qilishimiz kerak. Bizada nam havoda shamollashdan, yallig'lanishdan, sho'r, achchiq ko'proq iste'mol qilishimizdan, bizada odatiy hol o'zbeklarda Albatta. achchiq taomlar yeyishimizdan buyraklarimizga zarar yetib qoladi. Choyimiz qaynadi. Biz nimadir tayyorlashimiz kerak. Bizada tabobatda men o'zim ko'p bir qancha giyohlarni o'rganib chiqib, buyragimizga foyda beradigan giyoh aralashma tayyorlaganman. Bugun shuni tomoshabinlarimizga damlab ko'rsatib, ichirishlarini, foydalarini tushuntirib beraman. Demak, boshlasak bo'ladi. Albatta. Xo'sh, nimalar kerak bo'ladi buning Buning uchun uchun bizga? bizga qaynagan suv, choynak kerak bo'ladi. Va qanday mahsulotlar? Bizga buyrak uchun men giyoh tayyorlaganman, o'zim aralashman. Buni 15 xil giyohdan tayyorlaganman. Endi buyrak uchun kerak bo'ladigan, hattoki qurigan buyrakni ham tiklab beradigan Xususiyatga ega. ega. Bular ichida taxminan nimalar bor? Taxminan temir tikan, sporsh, ukrob urug'i, ravo, tulki moyak, shunga o'xshagan bir qancha giyohlar bor. Bular hammasi o'zimizning tog'larda o'sadi. Tog'lardan terib, endi o'zim giyohlarni ham tanlab, saralab olaman. Chunki tabobatda giyohlar ko'p. Ularni ham sifatlisi, qanaqa quritiladi, yorug' joyda, quyoshda quritilgan giyohlar bizning organizmimiz uchun umuman foydali emas. Ularni ham quritish tartiblari, Demak, uni o'zini usullari sanoatlari bor shunaqa. Tabobatda ham o'zini sanoatlari. Ham o'sha tabiblar ham o'zini ishini bilish kerak, giyohlarni yaxshi tushunish kerak. Har bitta insonning mijozidan kelib chiqib, yondashish kerak. organizmidan kelib chiqib yondashish kerak. Boshladik demak. Marhamat. Tabobatda buyrak uchun yana bitta sehrli giyoh bor. Buni hamma ham biladimi, yo'qmi bilmayman. Ravo urug'i degan, mana bundan 2 qoshiq solib olamiz. Ravo urug'i degan giyohimiz bor. Shunaqa ko'rinishda mana shu? Ha. Buni Alloh marhamati bilan даже buni ichidagi urug'ini qurigan buyrakni tiklab beradi, chaynab yeydi. Ravo urug'i. Ravo urug'i. Hadisdan Tog'larda chiqmas. o'sadi. Buni ichini ochib, ichidagi urug'ini olib chaynab yeymiz. Shunaqa bir tabiat mo'jizasiki, ichidagi urug'i buyrak shaklida. Ko'rsak bo'ladimi shuni? Bemalol mana bu hattoki ustidagi qobig'ini qaynatib suv o'rniga buyrak kasalliklarida iste'mol qilinsa bo'ladi. Mana ichidagi urug'i yeyiladi. Asosan bizada mana shu ravo urug'lari va bu giyohlarimiz aralashmalari bilan odzuvlarimiz bor. Ne только O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda ham 2 mahal bir kunda dializ oladigan patsientlarimizda bir haftada 8 kunda rezultat olganlarimiz bor. Afarin. Tabiatning o'zida barcha kasalliklar uchun davo bor. Shunaqa tabiatda o'zi mo'jiza. Yerda oddiy o'sayotgan moma qaymoqdan tortib va qichqit o'tgacha hamma narsa biz uchun mo'jiza qilib yaratgan. Buni insonlar hali tushunib yetmagan. Men o'zim shu narsani insonlarga tatbiq qilish uchun, tushuntirish uchun Instagram sahifa ochib, ulashib boryapman. Xalqimizni
va tabobatni bilib, tanitish, Ibn Sino bobomiz yozib qoldirgan retseptlarni ulashish, tanitish uchun bu ishga qo'l urganman. Juda ham xayrli ish. Umuman mana buyraklar og'riganini, kasallanganini nimalarda namoyon etadi? Masalan, qanday og'riqlar? Ko'pchilik bel og'rishini Bel og'rig'ini- buyraklarim deb o'ylashadi. Aslida qanaqa bo'ladi bu og'riqlar? Aslida buyrak og'riqlari birinchi navbatda bel og'ritib yoki belni engashtirib qo'ymaydi. Biz asosan umurtqa pog'onasidagi bosimdagi og'riqlarni asosan buyrak deb hisoblaymiz. Demak, bel aynan ko'rsatish imkoniyati bormi? Bel mana bu yerdagi Asosan og'riqlar, bel buyrakniki emas. og'riqlari va umurtqa pog'onasiga yetarli darajada beradigan metastaz deyiladi. Umuman tarqatib beradigan og'riqlar aslida buyrak uchun emas. Aslida buyrakda bel emas, belni pastki dumg'aza qismi og'riq beradi. Buyrakdagi og'riqni asosan peshobni umumiy ko'rinishidan aniqlash mumkin. Rangidan farqlash. Rangidan farqlash mumkin. Ko'p suv ichyapsiz, kam suv ichyapsiz, aslida u ichilgan suv qanchalik darajada so'rilyapti, hammasini har doim peshob analizlari va tanani teri rangidan bilish mumkin. Tana rangida qanaqa o'zgarish bo'ladi masalan? Tana rangida asosan biz ko'p e'tibor bermaymiz, ko'z pastidagi ko'karishlarni uyqusizlikdan deb hisoblaymiz. Lekin buni asosiy belgisi buyraklarimiz yaxshi qonni tozalab bermaydi. Ko'z ostida qanaqadir shishlar paydo bo'lib qoladi ba'zan. Ko'z ostidagi qovoq. Bu ham buyrakdan? Bu ham buyrakdan. Mana bu ishoralar alohida yodingizda qolsin. Ilohim bunaqa sizda signallar bo'lmasin, lekin ba'zi bir holatlarda ma'lum bir kasalliklarni oldini olish uchun bu tavsiyalar yodingizdan chiqmasin. Endi bilib bo'lmaydi. Ba'zan biz noto'g'ri ovqatlanish, bugungi kam uxlash, qaysidir ma'noda organizmni zo'riqtirish jarayonida balki buyraklarimizga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Aslida buyragimiz juda ham muhim, chunki buyrak usti bezimiz kortizol, jahl gormonimizni, adrenalin, energiya gormonlarimizni ishlab chiqaruvchi bez hisoblanadi. Biz asosiy aslida stress qilganimizda ham buyragimiz nagruzka oladi, lekin ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Kulib yuradiganlarning buyraklari sog'lom bo'ladi. Yuradiganlar umuman sog'lom bo'ladi, chunki asosiy kasalliklar kelib chiqishiga bizda stress sabab bo'ladi. Stress qilmasak, sog'lom turmush tarziga amal qilsak, kasal bo'lib davolagandan ko'ra kasallikni oldini olib yashaganimiz ma'qul. Tabobatda giyohlarni hech qanaqa zarari yo'q. Bemalol har doim foydalanib ichib yursak bo'ladi. Umid opa, mana sizga aytib o'tgan sehrli mo'jizakor giyohim ravodi ko'rinishi. Mana e'tibor berishlari mumkin. Mana agar ko'rinishini olib berish imkoniyati bo'lsa tasvirchilarimiz, chindan ham u buyrakchalarga o'xshaydi. Haqiqatdan ham ajoyib. Buyurgan buyrakni tiklab bo'lmaydi deydi meditsina xodimlari, lekin tabobatda har qanaqa kasallikka, meditsina davo topmagan kasallikka davo topsa bo'ladi. Даже psoriazga ham, qurigan buyrakka ham biz davolab berganmiz, tiklab berganmiz, bundan keyin ham davolaymiz. Biz xalqimizga bejiz sizlarni tanishtirmadik. Albatta bu kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol mana shunaqa ham tabib, ham shifokor hamkorlikdagi mutaxassislarga kasalliklar, jigar qurishi, jigar sirrozi, gepatit A, B, C har qanaqa turlari, genetik kasalliklar, kista miyoma, masalan, operatsiyasiz davolash imkoniyati bor. Davolab beramiz. Katta rahmat aytamiz. Shunaqa bugun mana sehrli damlamadan maza qilib biz hozir sahifamiz bor. Shu sahifa davomida ichib olamiz. Sarnoz xonim, xalqimizga shunaqa yaxshi manfaatingiz tegyapti. Shu yo'lda charchamang, toliqmang, o'zingiz ham muhimi sog' bo'ling. Bitta narsaga to'xtalib o'tsam, opa, mana muhtaram prezidentimiz bizga shunaqa imkoniyat berdilar. Endi tabobatda ham oliy ma'lumotli bo'la olamiz. Bizda oliy ma'lumotli bo'lish imkoniyatini berdilar. Tabobat yo'nalishi ochildi meditsinada. Endi bizda ham xuddi vrachlarga o'xshab oliy ma'lumotli tabib unvonini ola olamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, prezidentimizga kattakon rahmat. Biz tabiblarni ham shunaqa ko'tarib, imkoniyatlar berganlari uchun albatta. Xalqimizni salomatligi albatta bu yurtimizning yutug'i degani. Shuning uchun hamisha yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Siz ham sog' salomat bo'ling. Foydali maslahatlar uchun rahmat. Tez-tez kelib turasiz. Oldinda ham foydali maslahatlar sahifasi bor. Uzoqlashib ketmang. Qiziq joylari yana ham oldinda.